tasvirga olgan seriallardan biri O'zbekistonda ham juda mashhur bo'lgan. Qaysi serial haqida gap borayotganligini bilgan Oton bo'lsangiz dramatezi kerak. proyanidi. Ha, bu qaysi serial ekanligini albatta bildim. Bu nafaqat O'zbekistonda, balki boshqa Osiyo davlatlarida ham juda mashhur bo'lgan Jumong seriali. U tomoshabinlar e'tiboriga tushganidan minnatdorman. Filmingizni qachon ko'ramiz? 저 영화는 Shu yil kuzda yoki biroz cho'zilsa uzoq bilan keyingi yil bahorda suratga olish ishlarini boshlash rejalashtirilgan. Chunki Samarqand va Buxoroni ko'rganimdan so'ng mavjud ssenariyga o'zgartirishlar kiritish kerak degan fikrdaman. Serial mazmuni haqida qisqacha gapiradigan bo'lsam, koreyalik mashhur yulduz charchoq sabab tushkunlikka tushadi va o'sha payt O'zbekiston bo'ylab sayohat qilayotgan akasining maslahati bilan jurnalistlardan qochib, u ham O'zbekistonga keladi. Bu yerda u Samarqand va Buxoro shaharlariga borib, qalbi xotirjamlikni his qiladi va ruhan o'zini qayta tiklaydi.